Bugun Mingdonobodga kelganmiz, bitta yaxshi uy chiqib qoldi do'stlar. Shundoqqina yo'lni bo'yiga yaqin joyda, ya'ni 24-maktabning orqasida joylashgan 5 qavatli uylarning birinchi qavatida 2 xonali plus podvali ham mavjud. Bu tomondan lokatsiya juda ham yaxshi, tashqarida mashina qo'yishga joylari mavjud. 50 metr yursiz, katta yo'lni bo'yiga ham yaqin. Xo'p, bu yer tashqaridan kirish qismi, qarang, prixoshka qismlari, batareykalar o'rnatilgan, uy tayyor holatda kirib yashaydigan. Bu tomonda umumiy sanusiga joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Holatlari yaxshi holatda. Novostroyga dom birinchi qavatda joylashgan. Tomon esa oshxona. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda dush-konturli kotel o'rnatilgan, boshqa domlarga o'xshab umumiy emas isitish tizimlari. Oshxona jihozlari qoldiriladi. Qolgan jihozlar esa olib chiqib ketiladi. Ya'ni uyda faqat oshxona jihozi qolyapti, xolos. Bu yerda mana katta hol, koridor qismlari va bu yerda birinchi xonasi joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Yotoqxona, romlari, akfa romlarda batareykalar hamma joyga o'rnatilgan. Bu tomon esa yana bitta xona. Holatlari yaxshi. Va pastda podvali ham mavjud. Podvalda ham ikkita katta xona mavjud. Tepasi 58 kvadrat, pasti ham xuddi shuncha. Ikkita xona, lekin korobka holatda, ya'ni remont tugatilmagan. Tugatib, u yerni ham bitta xona qilib olsangiz bo'ladi. Narxi esa egalar tomonidan 31 ming dollarga baholanyapti. Albatta, ozroq kamroq qiziqqanlarga yo'l raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan ham yaxshi uylarni ilishni davom etamiz.